Apa. Oy. Ha, kep qapsız-qo. Maň bir haýyşdyňyz düşkä oqşamamdy. Keşte ismini qoşup işlemek ettim. Şoň balını yesliden akilip keşte qarap beremdiki degendim. A balını maň toq bergenme balam. Balını toğup poquğa igi bulamaydigan adam nimiş qılatdyňlar qynlap balylyp. Ha ma'qul aka. Olmasa men bu ishlarni bir yengemga maslahat yap bakay. Yengem ma'qul bo'lgandan keyin qilamdiq. Yengem ishdan tushganda qildi. Ma'qul. Keldingizmi yenge? Ha, akanız ul paranlışıp atamsız. Shundoq. Apammo yashnab qolib turdi. Yosh vaqtida akam bilan ikkimizdan boqaman, o'qitaman deb nurg'un jabr jafolarni chekdi. Sizmo bilsiz, apam yaqindan beri bek og'riqchan bo'lib qoldi. Shu akam bilan ikkimiz azroqdan pul chiqarishib, apamni bir sug'urta qatnashtirib qo'yaylikki deb o'ylagan to'q. Bu ishqisi qanday qaraysiz-ki? Mende çatak yok. Çoğunlağı vapadarlık yetkiziş, biz farzatlarning burchi. Neç puldan chiqirmiz? Menimcha birimiz 1000 ko'ydan bersak, apam 1500 ko'y pulni sug'urtaga ishlatsa, qolgan 500 ko'y pulni turmushiga ishlatsimkin deb o'ylagan. Çatak yok. Ota-onamizga ishlatmagan pulni nega ishlatamiz ukam? Bu ishmo bitdi hamsa. Men ishga beraveray. Ma'qul. Men opamni ko'rib chiqay, ha? Apa. Bu pulni yaşanğanlar sug'urtasi uchun topshiring. Ilg'a. Oy balam. Bek avar olup ketipsiz. Bunda qımsыңызmı bolatdy? Ha, bopdu. Bu pulni map qo'yay. Onda xosa balığı men bar. Siz xatirjam balını ensirmay ishqa beriversiňiz boldu. Anki ishdan tushgankin udul keling ha. Men tamoq etib qo'yma. Ma'qul apa. Rahmat. Ma'qul hamsa. Apa, kechalar uxlayolmayapman. Yuragim qalaymaqan so'qib pek beyaram bo'lyapman degandingiz. Şoň mawu tibbiy inamning javhariy mupari avrishimni ag'ash keldim. Yurak masalalarga qarata oziqlik o'rnida iste'mol qilsa bo'ldi ekan. Ha, shundaqmi? Bo'ldi, rahmat. Japa chekipsiz balam, ha? Ha. Senchu yaqinning yaqa tijoratlaring qandaroq? Ha, tijoratning ishlari yaxshi apa. Maydim shu bir 30 ming ko'ydek paydaptimi? Unda olsa 10 mingni men aytib et. Voy, qaraysan-qo. Pulning sonini jiqtab etmagandimi? Bo'ldi, hozir uyinizlarga aytdi. Kelin qizim. Arslan chiqanlarning maoshidan 3 mingdan 6 mingni men aytib etinglar. Ma'qul apa. Bundan keyin hammanglar aş oylik maoshinglarning 20ni men aytib etisizlar. Agar unda qilolmaymiz deydikansizlar, ma uyda mening opam batdi deb, ma buzuqdan otliqchi bo'lmanglar. Qarang, mush qiynapamchi kundan kunga qattiq qamlashmaydigan bo'lib ketdi-jimi? Bizdan nap chiqmoqchi, dostxonga hech nima chiqmaydi hozir. Shundigina. Gerçi üzerine olib so'gan taqdirdimi, bugun qilgan qiliq faqat ko'zimga sig'madi mening. Her ay bir atgan pullarımız yetmegandek, yana bir munch pul oldi desa? Meningcha opamning bir o'ylig'ini bor. Bumuz bundaq to'yiqsiz o'zgarib qolmaydi. Ortiq o'ylamay, qaytaylik, ha? Qandoq bo'ldi ukam? Pulning amalini qila oldinglarmi? Yo'q acha. Necha kun bo'ldi osmon qarab mushta yetayotqili. Faqat pulni amal bo'lmayotdi. Topgan pulimizning hammasi tugdi. Endi qandoqni qilamiz? Bundaq yetaversa, onun kesil texim ig'irlab ketmamdi. Ha, balam qandaqroq tursa, obdanaroq bo'lib qoldingmi ya? Voy, nima ish qilyapsiz? Ma balam og'rib qolsa doktorxonaga bormay, yotqonga sulab baqdingizmi? Voy opa, bu yenimiz bor pulning hammasi tijorat ziyon tortdi. Yenimizda bir tiyim qolmadi shu doktorxonaga operamdik opa. Voy, sizlarda pul bo'lmasa, mana menda pul bor. Tura balam, doktorxonaga boramiz. Tura o'rningdan. Qayerdik pul ko'ramiz apa? Ha balam, necha vaqtdan sizlar menga bergan pulni opam xashlab ketdimikin deb qoldinglarmi? O pulni men sizlarni cho'ng yeb, cho'ng ichib xashlab ketmasin deb yig'ib qo'ygan. Tura o'rningdan, doktorxonaga boramiz. Mana pul degan. Kiyimlarni kiygizib, achiqni haqimizdan. Ha, ma'qul opa.
Farzandimda Bugungi bu ishdan shuni his qildimki, dunyoda faqat bir qo'y pulimizni 100 qo'yga almashtirib beradigan dal ota-onamiz ekan.